Assalomu alaykum, Infoaziya YouTube kanalining ko'ruvchilari. Bugun Aravon rayonidagi bog'da ichidagi Ayrimsay kafesida bolajonlar uchun bayram munosabati bilan mana shunday ehson qilinyapti. Bu Ayrimsay kafesining egalaridan Alloh rozi bo'lsin. Aravon Saxovat hadiya fondidagilardan Alloh rozi bo'lsin. Mana shunday chiroyli dasturxonlarda tuzib, bolalarni hozir kutmoqda. يا خبير يا Kelindi Jabroil arshni supurgin, bunga mehmon bo'lgani Rasululloh keladi. Mazavol basor ko'zlik, shamsa zuho yuzlik, barchada shirin so'zlik Rasululloh keladi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz bolajonlar, xush kelibsizlar mana davramizga. Alloh subhanahu va taolo barchalarni bugungi ayyomlarni chiroyli o'tkazishlikka nasib qilsin. Biz Aravon Saxovat hadiya fondi nomidan yigitlarni xizmat qilayotgan ayollarning nomidan, oila a'zolarimiz nomidan hammalarni Eid Ramazon bilan tabriklaymiz. Alloh subhanahu va taolo mana shu bir oy davomida tutgan ro'zalarimizni qabul qilsin. Alloh subhanahu va taolo shu bir oy Ramazon oyida barchalarimizni gunohlardan pok holatda chiqishimizni nasib qilsin. Doimo sog' salomat bo'lib yuringlar. Inshaalloh katta qizlar, katta yigitlar bo'lib yuringlar. Alloh sizlardan qori va qoriyalar chiqarsin. Olim va olimalar chiqarsin. Alloh subhanahu va taolo sizlarni biliminglarni oshirib, shu elimizga, Qirg'iziston yurtimizga, qolaversa butun dunyoga taniqli bo'ladigan olimlardan bo'linglar. Hali Allohning izni bilan bismillah deb o'g'il bolalar birinchi bo'lib qizlarga berishga rozimisizlar? Qizlarni hurmat qilamizmi? Ha, boringlarga shukr. Mana sizlarga mana shu elimiz nomidan Aravon Saxovat hadiya fondini ishchilari sizlar uchun maxsus chiroyli qilib podarkalarni tayyorlab olib keldi. Ozmi ko'pmi bolalarim rozi bo'lasizlar. Bugun Eid Ramazon kunida shu akalaringlar, xolalaringlar, tog'alaringlar sizlarni xursand bo'lishliklarini xohlab, qanaqasi ko'ngli ko'tarilardi, bor kuchini sarflashdi. Mana shu tog'alaringlardan, xolalaringlardan ham rozi bo'linglar, bolalarim. Xursand bo'ldinglarmi hammanglar? Hammanglarga sovg'alar yetdimi? Mana shu xizmat qilgan tog'alaringlardan, xolalaringlardan, opa-singillardan, mana shu Aravon elimizdan, Qirg'iziston elimizdan rozi bo'linglar, qizlarim va o'g'illarim. Xudo xolasa, yanagi shu kunga, yanagi shu oylarga Allohning izni bilan yana sizlarga bayram qilib berishni nasib qilsin bizga. Mana shu elimizga mana shunaqa kunlarni ko'rishni nasib qilsin, sizlarga xursandchiliklarni ko'rishni. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Val aqibatu lil muttaqin. Vassalatu vassalamu ala rasulih Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajma'in. Yo Parvardigor, o'zing guvoh bo'lib turibsan. Bu murg'ay gidaylarimizni Allohim o'zing doimo xursand qilgin, rizqini ulug' qilgin. Allohim umrlariga, rizqlariga barakat ato et. Mana shu bolalarimizdan olimlar chiqsin, qorilar chiqsin. Yurtimizga, mana shu elimizga foydasi tegadigan farzandlardan bo'lsin. Bularga ham Allohim rizqini shunday keng qilginki, saxiy boylardan qilgin. Qo'li baland, ehsoni baland,
o'g'il qizlarimizdan qilgin Allohim. Ya Rabbil alamin, ya Arhamar rohimin. Sen o'zing ko'rib turguvchisan, bilib turguvchisan Allohim. Shu yerda barcha xizmat qilayotgan aka-ukalarimizga, opa-singillarimizga, onaxonlarimizga Allohim kuch-quvvat bergin. Xizmatlarini qiyomat kunida Firdavs jannatida mukofotlagin. Elimizdagi, yurtimizdagi jamiki insonlarimizni Allohim o'zing hifz-i himoyada saqlagin. O't bolasidan, suv bolasidan saqlagin. Allohim yurtimizga tinchlikni bergin Allohim. Mana shu bolalarimizni Allohim o'sib o'nishiga o'zing yordam bergin Allohim. Alloh subhanahu va taolo mana shu ehson qilganlarni moliga, joniga baraka bergin. Qilgan ehsonlarni qiyomat kuni gunohlariga kaforat qilgin Allohim. Ya Rabbil alamin, bu bolajonlarimizni unutmabdi. Allohim sen ham ularni unutmagin. Qiyomat kunida Allohim o'zingni Firdavs jannatidan joy bergin Allohim. Ya Rabbil alamin, ya Arhamar rohimin, shu ehson sohiblarini ham Allohim doimo shu bolalarimizni xarob qiladigan, shu bolalarimizni qo'llab-quvvatlaydigan qilib o'zing yordam qilgin Allohim. Ularni moliga, joniga baraka bergin, oila a'zolarini tinchlikka totuv qilgin Allohim. Allahumma Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Va sallallohu ta'ala ala xayril xalqi Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bir rahmetika ya Arhamar rohimin. Allohu akbar. Rahmat o'g'lim, hammanglardan, sizlardan ham Alloh rozi bo'lsin, hammamizdan rozi bo'lsin. Xush ko'rdik.